ko'p qismliq razvedka asiri sirliq qotil. U Erkinning yenidagi ustalga kelib o'ltirdi va ig'ir birini tingandan keyin orqa-orqadan yuz bergan o'xshash delolar meni sal gangirtib qo'ydi. Eng muhimi qotil to'g'riliq ozroqmi yepuchi yo'q. Shunga uyqusiz kechini tongga ulaydigan bo'lib qoldi. Asad g'amkin o'ltirgan Erkin saqchiga qarab: "Haras, tunuga yuz bergan delodan haqiqatan xabar topdinglar. O'tganda men ko'rgan og'inanglar bu qotilning qurboni bo'pti. Sizlarchi bu deloni sodir qiluvchi kimdi? Uning maqsadi nimada? Meningcha maqsadi pul emas. Yana o'chilishma emas. Biroq qandoq zodi? Bu deloda ilgirlash bekli tuvan. Jasad tekshirish dokladidami muhim isbot yo'q. Bu deloni sizlar tutgan. Menmi aniq bilmayman. Uning bir dushmani bor yo'qligini aniq bilmaydi ekanman. U biyalarga davomli keladi. Bunda qotillik hodisasiga uchrashishini rostila o'ylamabdiman. Ko'nglingizni yerim qilmanglar. Biz degan saqchi, o'lguchilar uchun oq urmay, qotilni tepib haqqoniyatni yoqlab, o'lguchilarning ro'yini amin topqizishimiz kerak. Erkin yanchuqidan bir qop tamokini chiqarib Asadga sundi. Asad odatda ko'p tamok chekmaydi. Bu qitim uning ko'ngli parakanda bo'lishqa takalluf qilmayla bir nechta tamokini chekivatdi. Erkinmi chekdi. Ular delo to'g'riliq paranglarni qilishdi. Biroq ular delodagi muhim gumondor to'g'riliq hech qanday uchurga ega emas edi. Asadmi ba'zi ishlarning yanada amaliy reallik ekanligidan gumonlanib, ko'ngildagini oshkorlashga amalsiz edi. U doim tushida ko'radigan mavhum narsaga nisbatan faqat ozroq qo'rqish tuyg'usida bo'lgandan sirt, uning rostligiga hali ham oldirab hukm chiqarishga amalsiz edi. Ular kechini o'z paranglari bilan tongga uladi. Asadmi necha kunlik uyqusizlik qabohatning dastidan xelil charchab chiroy sarg'ayib, o'riqlab qolgandek ko'rinadi. Tong saharga yaqin ular ikkisi o'ltirgan o'rindiqlarga yo'linib uxlab qolishdi. Biroq ularning uyqusi uzunga bormayla, cho'ng atrofdan odam avatib, ularga saharda yig'in borligini uqtirib, ularning uyqusini buzdi. Bir kunlik jafoli xizmat yana boshlandi. Asad charchisimi bu xizmatni ado qilishni yaxshi qilmasa bo'lmaydi. Hattoki u xizmat uchun suyumlik ayoli o'maq o'g'lini o'ylab qo'ymagan edi. Shunlashqimi u uyquchan ko'zlarini o'g'lig'inicha Erkin saqchi bilan birga yig'in zaliga keldi. Zalda saqchilar jiddiy yig'ilish qilyotdi. Ular kirib muvofiq joydan o'rin elib o'ltirishdi. Boshliq kirish bilan zaldagi varan-cho'rongni besiqib, atrof jimib qoldi. Idora boshlig'i hammaylanga tekshir qarayotgandan keyin oldidagi materialga qarab: Shahrimizda yaqinda g'alit qotillik delosi bak ko'p yuz beryotdi. Vaqtida oldini olmasak, nurg'un kishilarning o'limiga sababchi bo'lamiz. Biroq jinoyatchi to'g'riliq hech qanday yepuchi yo'q. Navbatda bu deloga mas'ul Asad saqchini deloning taraqqiyoti to'g'riliq doklad berishga taklif qilamiz. Idora boshlig'i Asadga qarab shundoq dedi. Asad charchaganlikdanmi yoki boshqa sababdanmi ko'zlari yumilib, fikrlari chechilib turadi. U ham delo to'g'riliq mukammal planni tuzib bo'lolmagan edi. Asad ko'pchilikka tekshir qarayotgandan keyin: Deloda haqiqatan ilgirlash yo'q. Biroq men delo sodir qiluvchining ayol kishi ekanligini bayqadim. U shundoq degach formasiga silib olgan qo'yoqlikni chiqarib ko'pchilikka ko'rsatdi. Ko'pchilik hayron bo'lib: Bu nimani isbotlay oladi? Emasmi bu nimani isbotlaydiganda? deyishdi. Asad ushchib qo'yoqlikni atrofdagilarga ko'rsatib: Bu qo'yoqlik delo naq maydondan tepilgan birdan-bir isbot. Yana jasadning bo'yindagi cho'nqir tirnoq izimi ayol kishining. Men sirliq bir ayolni bayqadim. Biroq u yo'qolib ketdi. Bu deloning uning bilan bevosita munosabati bor. Faqat shu ayolni topsaqlar, bu deloda ozroq ilgirlash bo'ladi. Idora boshlig'i Asadga qarab: Siz tek tunugilla kuchadan qaytib keldingiz. Mumkin bo'lsa ko'pchilikka aniqroq deb bersangiz. Agar rostili shundoq gumonliq nuqta bo'lsa, bu ishni ching tutib, shu ayolni tepishimiz kerak. Asad hali ayolning o'zini izlab kelganligidan tortib, kuchada yuz bergan ishlargacha ko'pchilikka to'liq tushuncha berdi. Hamda delo to'g'riliq izohat berib mundaq dedi: Qotil ayol, ya'ni kelib mushu shoyining egisi. Biz avval shoyining kelish manbasini aniqlab, ondan bu shoyiga munosabatli odamlarni topaylik. Yana eng muhim nuqta hiliqa ayolni tepish. Ayolning taqdiri ozroq esimda. Usta rassam chaqirib, tasvir bo'yicha uning rasmini sizdirib, to'rda yoki boshqa usullar bilan topsaqmi bo'ladi. Meningcha u ayol hali ham Urumchida. Men jasad tekshirish o'rniga berib, tekshirish natijasida qanday ilgirlash bo'ldi, shuni bilishim kerak. Yana qolganlar hiliqa ayolni tepishda kuch chiqarsanglar. Men jasad tekshirish doklati
qo'limdagi bu shoyining kelish manbasini tekshirib boqay. İdora boshlig'i ham ko'pchilik uning fikrini qo'lladi. Ishlar o'rinlashtirilgandan keyin yig'in oxirlashdi. Asad Asqarni chaqirib, jasad tekshirish o'rniga mangdi. Ular harg'an bo'lsa-mu, deloning oxirlashmay turibla yana o'xshash qotillik delosining yuz berishi ularni cho'chitib qo'ygan edi. Asad ayoli va bolasi bilan telefonda ko'rishgilimi vaqt chiqaramay qoldi. Uni eng ajablantirgani bo'lsa, o'lguchi tunigan kecha o'lgan. Yana u kuni Asad yotoqda qotilning o'zigimi qasd qilmoqchi bo'lganligini biladi. Ajiba qotil ikki odammi? Va yoki u bir qonxo'r arvohmidi? Asad tugamas xiyollar ichida jasad tekshirish o'rniga yetib keldi. Ular jasad saqlash uyiga kirganda jasadni tekshirish oxirlashib bir taraf qilishga epmangan ishgan. Asad yo'tkab ketilayotgan jasadni to'xtatib, qayta jasadni ko'rib yiqishni etdi. U jasadni kechida ko'ygan bo'g'ashqa ba'zi gumonliq nuqtalarning tushib qolishidan ansiragan edi. Asad jasadning yuzidagi oq dakini qayirib Jasad hech qanday zaxmiga uchirmagan bo'lib, xuddi tirik odam uxlayotgandek ko'rinadi. Faqat oqirib ketgan tallari bir xil ko'kirib, xunini yo'qotgan edi. Asad jasadning bo'ynidagi cho'nqur oy shaklli tirnoq iziga zan soldi va o'zining bo'ynini silab qo'ydi. Qotillik vositasi o'xshash. U bir odam bo'lsa o'xshash vaqtda ikki o'rinda qanday paydo bo'ladi? 5-6 soat farq qilgan taqdirdami, uncha yiroqqa buncha tez berib kelgan bo'lmas. Acaba u rostila olvostimidi? Asad jasadning bo'ynidagi cho'nqur tirnoq iziga qaragancha shunda xiyollanib qildi. U jasadning boshqa taraflarini inchki kuzatdi. O'xshashlar boshqa ziyonkashlikka uchirg'uvchilar uchirgan delo naq maydoni birdek. Biroq u bu erni nimishqa o'ltirdi? Acaba bu ayolning bu er bilan bir munosabati bormidi? Asad shu xiyollar bilan turganida jasad tekshirish dokladini bir taraf qilgan qonun doktori koridorda jasadga qarab turgan Asadni chaqirdi. Asad cho'chib uningga qarab, asta jasadning ustidagi dakini yepivatdi va ishora bilan jasadni epminishga buyurdi. U Asqar bilan qonun doktorining orqasidan mangdi. Ular qonun doktorining ishxonasiga kirdi. Qonun doktori ularni o'ltirishga taklif qilgandan keyin qo'lidagi materialni Asadga ko'rsatdi. Men azaldan jasad tekshirib bundaq umidsizlanib boqmagan. Jasadda hech qanday barmoq yoki qon izi yo'q. Jasadning bo'ynidagi cho'nqur tirnoq izimi biror narsani isbotlab berolmadi. Jasadning tenida ko'p miqdorda spirit payqaldi. Demak, jasad o'lishdan burun aroq ichgan. Ya'ni jasadning ostingi qismi uzib o'tilgan. Mohiyatda jasad bu ikki xil zarbidan o'lish nisbati oz. Boshqa joylarda zaxma yoki kasallik ahvoli yo'q. Jasadning badanida spirit gaz paydo bo'lib, nafas siqilishni keltirib chiqargan. O'lishdagi muhim omil mushi bo'lishi mumkin. Biroq 100% jazmlashtirishga bo'lmaydi. Jasadning ko'p miqdorda aroq ichishi uning ruhiy to'qilmalarini qalayimqonlashtirib, yig'ilib qolgan qoldiq spirtlar spirit gaziga aylangan. Bu holda jasadning o'ziga ziyon yetkazish ehtimolligi bor. Ya'ni jasadda spirit gaziga nisbatan nerv sistem to'qilmalarini qalayimqonlashtiradigan g'ayriylik ko'rilgan bo'lsa, o'ziga ziyon yetkazgan bo'lishi mumkin. Asad bu gapni anglab hayron bo'ldi. Nima? Bu nim degan gap? Sizchi jasadni boshqa qotil emas, balki o'zini o'zi zaxmlantirib o'lishni keltirib chiqargan demoqchimi? Bu bir faraz. Hozirgi jasad tekshirish doklatidan qaraganda, jasadning badanida o'zining barmoq izidan boshqa barmoq izi mavjud emas. Uning ustiga tashqi jarohatning uning o'limini keltirib chiqarishi asosan mumkin emas. Badandagi spiritning eshib ketishiga kelsak, bayqi qarashlar tibbiy ilmidagi eng yakka nozik ko'z qarashlar. Shunga bu dialog nisbatan mukammal bir javob tepish qiyin, dedi yenik o'ksinib. Asad jasad tekshirish natijasidan qattiq umidsizlangan bo'lsa-mu, jasadning bu xil alayda ehtimolliklar ostida o'lib ketishiga ishonmaydi. U jasadning badandagi tirnoq izining o'zi zaxmlantirgan bo'lmasdan ma'lum kuch tarafidan zarbaga uchraganligiga jazm qila oladi. Agar doktorning degandek o'zini yaralantirish ehtimolligi bo'lsa, Asadning bo'ynidagi tirnoq izini u o'zi zaxmiga uchratganmidi? Asad beshini silkidi. Uning ko'zlari dunyoga nisbatan qayta tunish ko'z qarashini shakllantirdi. U burun his qilib boqmagan nurg'un xiyollarni, farazlarni qilib boqdi. Farazlari reallikdan halqib ketdi. Lekin ko'z oldida yuz bergan qotillik delolari uni gangirtib qo'ygan edi. Asad Asqar bilan jasad tekshirish o'rnidan chiqdi. U endi birdan-bir umidni heliqi ayolni tepishga bog'ladi. U mashinada mang'ash yonchug'idagi shoyini elib xiyolga cho'kdi. Asqar Asadning chiroyiga qarab, "Boshliq, endi qayerga boramiz? Idoraga qaytamdiq?" Biz tushlik tomoqni yevilab,
Dadamning yezdagi og'inasini izlab, uningdan bu shoyning kelish manbasini surishtirib baqayli. Asqarmi uning fikriga qo'shildi. U boshliqning mushu deloni deb har taraflama izlanayotganligidan, jafo chekayotganligidan uningga hesdoshlik ham hurmat nazarida qaraydi. Shunglashqimi uning og'zidan chiqqan gap Asqarga nisbatan cho'ng buyruq edi. Ular shahar markaziningovat yeriga berib tomoq yeyishdi. Ondan shahar sirtiga qarab yurib ketishdi. Ular mashinalik shahar sirtiga yurish qilishdi. Asad garchi u yerning adresini aniq bilmasimi, yana kichik vaqtlarda qolgan aslamasi bo'yicha Asqarga yo'l boshladi. Ular shahar sirtidan chiqib xeyli uzun maqdi. Ular shahar sirtidagi sayligohlardan o'tdi va nihoyatda tezlik shahardan xeyli yiroq bo'lgan chatrak bir yeziga keldi. Bu yerdagi aholilar ancha ko'p emas bo'lib, uyliklarmi onda-sonda uchrab qoladi. Asad mashinaning surtini ostiltib, yo'lda o'tib ketayotgan bir ayoldan to'qimchilik zavodining adresini so'radi. Hada, bu yerda kunchi deb atiladigan to'qimchilik zavodi bormi? Ayol soqchi formasi kiyib olgan Asadga aylanib qarag'ash. Bu yerdan ancha yiroq emas. Mushu yo'lni bo'ylab mangsanglar, bir aylanmadiqmish ba. Shu do'qmishning nerisida bir o'stang bor. O'stangdan o'stanglarli bir qayrilma och yo'lga uchraysizlar. Shu och yo'lga kirib, 20 minutdek mangsanglar, shu zavodga yetib borsizlar. Asad ayolga rahmat aytib menib ketdi. Ular heliqa och yo'lga qayrildi. Darvaqa yo'lning qarshisida bir taxtayga kunchi to'qimachilik zavodi degan xat yozilgan edi. Ular shu yo'lni bo'ylab xeyli uzun maqdi. Ular 15 minutdek yo'l yurgandan keyin kengri ketgan bir maydonga chiqib qoldi. Maydonning bu tarafida axlat bir taraf qilish o'rni bor edi. Nerda zavodning qarisi ko'rindi. Asad bilan Asqar mashinani shu tarafga haydadi. Ular zavodga yaqin kelganda mashinani chatrak to'xtatdi. Asad mashinadan tushib, atrofni kuzatayotgandan keyin asta zavod tarafga o'tdi. Darvozaning oldida bir oq rangli mashina to'xtatilgan edi. Neriga qator motosikletlar to'xtatilgan edi. Darvoza ochiq bo'lib, ichidan onda-sonda ovozlar keladi. Asad Asqar bilan darvoza ichiga kirdi. Ular kirish bilan bir ayol qarshi tarafdan chiqib keldi. U ayol Asadlarni ko'rib jiddiylashib ichiga yurib kirib ketdi. Ular ikkisi bir-biriga qarashib turganda, ichidan ikki ayol bilan bir chiqib keldi. Ular asta ular tarafga yaqinlab keldi. Asadlarmi ularning yeniga keldi. Eliqa kulimsirab: "Voy, aziz mehmonlar kelib qopti-ku. Qani, ichiga marhamat." Bo'ldi, avar bo'lmang. Biz bu yerning xo'jayinini izlab kelgan. Bizga moslashishinglarni umid qilamiz. U odam Asad bilan Asqarga yana bir takshi qarab o'tgandan keyin: Qodir akam ishxonasida. Qani, men bilan menglar." dedi. Asad bilan Asqar boshlarini lang'ishtib, uning orqasidan mangdi. Keng maydonning nariqi tarafida ko'p shakllik selingan bir uy bo'lib, bu dal Qodir akaning ishxonasi edi. Eliq odam eshikning yeniq kelib to'xtadi va Asad bilan Asqarga qarab kulimsirab qo'ydi-da: "Ha, fikrlarim, sal saqlab turinglar, men eshikni chekay." deb eshikka qo'lini opirib, endi uray deyishiga eshik ochildi. Ichidan chochlari oqirib ketgan. Beshining oldi tarafida choch yo'q, o'zi o'riq, o'ttir bo'y, qaramtul kelgan bir chiqib, ko'z oldida turgan heliqi erni ko'rib sal qopig'ini turdi-da, yana yonda qarab turgan Asad bilan Asqarni ko'rib, chiroyi boshqacha holatda o'zgardi. U asta eshikni yepib o'tib, heliqi odamga qarab: "Davud, bu yoq." dedi, gapining oxirini deyamay. Boyqa odamning ismi Davud bo'lib, bu yil 48 yosh. Mushu zavodning amonlik va tozalik ishlariga mas'ul edi. Davud Qodirga qarab: "Bular sizni izlab kelibdi ekan." Qodir bu gapni anglab, sal rangi o'ngdi-da, ularga qarab yolg'ondan kulib: Qani, ichiga kirayli." deb ularni ichiga boshladi va Davudga qarab: "Sen berib mehmonlarga choy tayyorla." deb ko'zini qisib qo'ydi. Davudmi beshini egib: "Ma'qul" deganicha orqasiga burilib ketib qoldi. Asad bu odamni kichik vaqtlarda ko'rgan bo'lsa-mu, chiroyini to'liq esiga olmadi. Shunga ortiqcha so'zlab o'ltirmasdan ichiga kirdi. Bu yer sirtidan qarasa kichkina omborga o'xshasa-mu, ichi xeyli kengri, ozoda ham chiroyli bezalgan edi. Yonga qator qo'yilgan yumshoq kreslolar bu ishxonaga alayda husn qo'shgan bo'lib, oldidagi aynak ustalga chiroyli gullar tizilgan edi. Asad bu ishxonaning muhitiga qarab: "Bu odam xeyli ishning yo'lini biladigan, turmushdan huzurlanishni biladigan odamga. Bu yasal chat bo'lsa-mu, zavodning amaliy ahvolidan qaraganda, bu zavod xeyli ko'lamlashgan. Shaharga yaqin yerga qurilsa xeyli yaxshi fursatlarga erishish nisbati yuqori bo'lishi aniq.
Biroq uning buncha chet yerga bu zavodni qurgandan qaraganda bu odamning yana boshqa muddaosi bormi qandaq? degan xiyollarni kallasiga kashgan edi. Qodir ishxona ishini tafsili kuzatayotgan Asadga qarab, "Ha, qani, Krisloga kelinglar, ha." deb Krisloga ularni ishora qildi. Asad bilan Asqar asta Krisloga kelib o'ltirdi. Qodir akamo asta o'z o'rniga kelib o'ltirgach, ularga qarab, "Ha, meni izlaydigan bir ishinglar bormidi?" "Ha, sizni izlab kelishda muhim ishmi yo'q? Bir dialoga munosabatli bir yepuchida sizning yordamingiz lozim bo'lib qoldi." dedi-da yonchuqidan choyni elib Qodir akaga ko'rsatdi. Qodir Asadning qo'lidagi odatdagi choyga qarab, "Bu nima? Mening sizlarga qanday yordamim kerak?" dedi bir shoyiga bir Asadga qarag'ash. Asad asta o'rnidan turib shoyini Qodirga uzatdi. "Bu shoyini burun ko'rib boqqanmi yoki sizlarning bu korxonada mushundaq shoyi to'qilganmi?" Qodir Asadning qo'lidagi shoyini elib tafsili qarab etgandan keyin, "Mening ota buvamdan bu kasb miras qolibdi ekan. Biroq azaldan bundaq shoyini biz to'qib boqmagan. Mening ota buvam zamonasidan ko'na ota miras shoyi to'qilmalar bak ko'p. Men hammani yig'ib saqlab qo'ygan. Agar ishonmasanglar sizlarga ko'rsatay. Lekin bundaq shoyini biz rostli to'qib boqmagan. Biroq men bu nusxadagi oddiy shoyini bir yerda ko'rgan." dedi Asadga shoyini uzatqach. Asad Qodirga tikilib, "Nada ko'rgan? Bizga tafsili deb bera olamsiz?"